joyiga tushib qoldim, Nursultonjon. Jahlimni chiqaradigan narsa O'zbekistonimizning qoq yuragida, Humo arenada bitta Nikulin degan o'z nomi bilan bilasiz, mashhur masxaraboz bo'lgan. Olib kelib, qo'yib, kimgadir mishok qilib berib, O'zbekistonning nomidan qo'yayotganlariga va undan tashqari haligi u baqir-chaqirlarga fikringiz qanaqa aka? Aka, meni ichimdagi gaplarni aytadigan bo'lsam, og'ir bo'lib ketadi. Shuning uchun nima deyman? Birinchi o'rinda bularni to'xtatish kerak. Bizning yoshlarimiz shulardan ko'ra buzilib ketyapti. Ertaga kim shularni qo'llab-quvvatlab, kulib qo'llab-quvvatlab turgan odam bo'lsa, uylaridan farzandi, jiyani, aka-ukasining bolalari shunaqa qilib chiqadi, dardini hech kimga aytolmasdan uyda o'tiradi. Shuning uchun hozir to'xtatish kerak bularni. Jasko coach endi aka yaqinda yangi MMA ochildi, Mangu Xudo xolasa ligasi. U yerda biz shunaqangi gayguylarni ko'ramizmi yoki haqiqiy erkaklar bo'ladimi u yerda? Okey. Zamonaviy gladiatorlarni ko'rasizlar. Mana Nursultonning yoshlari, kelajagi. Biz Fyodor Emeliannikani ham bilganmiz, Habiblarni bilganmiz. Shunaqa jangchilarni chiqaramiz aka. Medi bo'lmaydi, pop MMA bo'lmaydi. Orqada qo'yayotgan professional jangchilarni ko'tarish payti keldi. Xalqimizdan so'raymiz, shularni qo'llab-quvvatlashini. Hayo dijinsangi sportchilardan ko'ra haqiqiy mehnat qilayotganlar orqada qolib ketyapti. Ya'ni aytmoqchisizki, Xudo xolasa tez kunlarda o'sha asl rahmatli Murod Xonto'rayev payti bo'lganda, mana hozirgina nagradadan chiqdik. Bunaqalar yaqinlasha olmasdi hamda, yaqinlasha olmasdi ham. Endi inshaalloh o'sha davrlarga qaytamiz degan umiddamiz. Albatta. Xullas, yaqinda turnir bo'ladi. Bu turnir bilan bularni solishtirasizlar. Keyin nimani ko'rish kerakligini o'zingizlar bilasizlar, Xudo xolasa. Azizlar, agar gaplarimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, yurichani qizartirib qo'yib, ko'proq tarqataylik, chunki o'zbeklar asl jangchilar zoti bo'lgan, qolgani kapeyka.